Sohib Qur'on Amir Temur bobomizni maqbaralariga ziyoratga keldik hozir. Mana kiraverishda juda ham chiroyli eshikdan, nimadan arkadan kirib boramiz. Amir Temur bobomiz dunyo tarixidagi eng katta ulug' sarkardalardan biri hisoblanadi. Yo'q narsadan davlat qurib, butun dunyo tan olgan davlat, zamonasining eng kuchli davlatini qurgan bu ulug' zot hozirda Samarqand shahrida dafn qilinganlar. Xo'p, bu kishini qurgan davlat, bir tarafi Hindiston, bir tarafi Arab diyorlari, bir tarafi Rus diyori, bir tarafi Turkiya. Mana shu o'rtadagi Xitoy bilan bo'lgan oradagi butun davlatlarni birlashtirgan bu ulug' inson 1336-yilda Qashqadaryo viloyatida o'sha Shahrisabz degan mintaqasida tug'ilganlar. Bu zot yoshliklaridan diniy ilmlarni mukammal bilgan, Qur'onni yaxshi bilgan, madrasalarda yaxshi tahsil olib, keyinchalik jang san'atida ham mohir bo'lib, mana o'sha 1370-yilda Movarounnahrda Mo'g'ullardan qaytarib olib, katta bir davlat tuzadilar. Shu kishi bu davlatni yana ham boyitib, kengaytirib, o'sha zamonasining eng kuchli imperiyasi holatiga keltiradi. Hatto Usmoniy turklar bilan ham jang bo'lib, ularni ham yengadi. Ya'ni biror marta podshoh bo'lgandan keyin janglarda boy bermagan bu ulug' inson juda ham ko'plab yaxshi asarlar qoldirib ketganlar. Turkistondagi Ahmad Yassaviy maqbarasi, undan keyin Zangiota ziyoratgohi, Shohizinda, bog'lar, masjidlar, madrasalar, undan keyin suv yo'llari, butun katta yaxshiliklarni qilib, savdo yo'llarini qurib, xalqini yaxshi yashashiga sababchi bo'lgan bu ulug' inson mana shu joyda dafn qilingan. Assalomu alaykum ya mu'minin.